1988-yil avgust oyining oxirlarida 4 yoshli qizaloq Marikonaning ota-onasiga g'alati bir quti keldi. Quti ichida ularga un yoki upaga o'xshagan qandaydir mayda kukun solingandek tuyulgan, ichida esa ularning qizi yo'qolgan kuni kiygan kiyimlarining suratlari, bir nechta kichkina tishlar va ustiga atiga 5 ta so'z yozilgan xat bor edi. Mari, suyaklar, kuydiring, tekshiring, isbotlang. Bu xabar bilan u bu Merining suyaklari, xohlasangiz uni tekshiring demoqchi bo'lgan. Eng qo'rqinchlisi, bu dahshatli quti ularning oilasiga yuborilgan yagona holat emasdi. Bunday jo'natmalar farzandlarini yo'qotgan boshqa oilalarga ham kelgan edi. Umidini hali ham yo'qotmagan. Bolalarni tirik topish ilinjida yashayotgan ota-onalar farzandining o'rniga shu qo'rqinchli sovg'alarni olishardi. Bu qaysidir ma'noda qotilning imzosi edi. Bu qizaloqlar hech qachon uylariga qaytishmadi, chunki ular keyinchalik butun dunyoga Otako qotil nomi bilan tanilgan Tsutomu Miyazaki ismli jinoyatchining qurbonlariga aylanishgan. Bugun sizlarga Yaponiya tarixidagi eng dahshatli va mashhur serialli qotillardan biri Tsutomu Miyazaki haqida gapirib beraman. Bu inson o'zining yovuz xayollarini real hayotda sinab ko'rgan, ularni hayotda tatbiq etgan haqiqiy monster edi. Uning jinoyatlarida ta'qib, o'g'irlash, nekrofiliya, kannibalizm, vampirizm va hatto bolalarni o'ldirish ham mavjud edi. U o'ldirgan odamlar atiga 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar edi. Shunday qilib, bugun yana bir ruhiy telba haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariy yozing. Qanchalik ko'p kommentariy yig'ilsa va kanalga obuna bo'lish ko'paysa, men videolar sonini ham ko'paytirishga va'da beraman. Demak, miyangizga ko'rinadi. Jimani yoqing, chunki koinotda videoni ko'rishga hech xalaqit bermaydi. Tsutomu 1962-yil 21-avgustda Tokioning chekka hududlaridan birida tug'ilgan. Uning oilasi mahalliy kichik gazeta egasi bo'lgan. Jamiyatda hurmat qozongan odamlardan edi. Hatto qarindoshlari shahar kengashida ham xizmat qilishgan. Biroq bola muddatidan oldin jiddiy jismoniy nuqson bilan tug'ilgan. Qo'l bo'g'imlari bir-biriga yopishib qolgan. Bilaklari egilmasdi. Shu sababli doimo maktabda uni ustidan kulishgan. U esa har doim qo'llarini yashirib yurishga odatlangan. Ota-onasi doim ish bilan band bo'lib, deyarli uyda bo'lishmasdi. Unga e'tibor yetishmasdi. Tsutomuning ikkita opasi bo'lsa-da, ular bilan iliq munosabatda bo'lmagan. Aksincha, opalari unga nisbatan sovuqqon va befarq bo'lishgan. Natijada bolaga faqat bitta kishi mehr bergan. Bu uning bobosi edi. Aynan bobosi unga vaqt ajratgan, tarbiyalagan, u bilan ko'p vaqt o'tkazgan. Yaponiya madaniyatida oilaviy sirlar haqida ochiq gapirilmaydi. Shu sababli Miyazaki oilasidagi haqiqiy holat, ichki muhit haqida ko'p narsa ma'lum emas. Ayrim manbalarda esa hatto Tsutomuning jismoniy nuqsoni bejiz emas, balki qarindoshlar o'rtasidagi noto'g'ri munosabatlar natijasida bo'lgan degan taxminlar mavjud. Ba'zi tergovchilar hatto Tsutomu o'z ammasidan, ya'ni otasining opasidan tug'ilgan deyshadi. Bu taxminlar uning qo'lidagi genetik kasallik tufayli kelib chiqqan. Lekin buni albatta oila sir saqlagan. Agar bu rasmiy tasdiqlansa, oilaning obro'si butunlay yo'qolgan bo'lardi. Shuning uchun bu masala yopiq qolgan. Maktabda Tsutomu avvaliga juda yaxshi o'qigan. A'lochi bola sifatida unga katta umid bog'lashgandi. Ota-onasi undan faqat eng yuqori natijalarni kutishgan. U esa bu ishonchni oqlashga harakat qilgan. Ammo keyinchalik uning baholari keskin tushib ketib, birdan u umuman o'qishni tashlagan. Natijada o'z sinfidagi 56 o'quvchi orasida 40-o'rinni egallab, o'rtacha natijalar bilan maktabni tugatgan. Aslida u Meiji universitetining ingliz tili fakultetiga kirib, o'qituvchi bo'lishni rejalashtirgan edi. Ammo past baholari tufayli uni o'rniga mahalliy kollejga kirib, fototexnika yo'nalish bo'yicha o'qishni boshladi. O'sha davrda u komiks va animega haddan tashqari berilib ketgan edi. Uning xonasi komikslarga to'lib toshgan, lekin ularning aksariyati pornografik mazmundagi nashrlar edi. Kollejda u boshqalardan ajralib turar, g'alati odatlar ko'rsatardi. Masalan, tennis to'garagidagi qizlar mashq qilayotgan paytda butalar orasiga yashirinib ularni suratga olgan. Yana bir kuni u o'z opasi dushda cho'milayotganda uni poylab turganda qo'lga tushadi. Opasi uni so'ka boshlaganida unga hujum qiladi. Manbalarda hujum qanday amalga oshirilgani noma'lum, lekin mana shunday hujumni u onasiga ham qilgan. Shunday qilib asta-sekin ichida yovuzlik kuchaya bordi. Shu bola keyinchalik butun Yaponiyani larzaga solgan Otako qotilga aylandi. Bir kuni Tsutomu onasi bilan yana janjallashib qoldi. Ayol o'g'liga uning xonasidagi tartibsizlik uchun tanbeh berib, "Bu video kasetalaringdan charchadim. O'zingni boshqa narsaga bag'ishla, biror foydali ish qil" deb aytgan edi. Shu orada Tsutomu oiladan butunlay ajralib chiqdi va Tokio yaqinidagi kichik bir uyda yolg'iz yashay boshladi. Jinoyat psixologiyasi bo'yicha mutaxassislar aytishicha, har bir seriyali qotil hayotida bir buzilish nuqtasi bo'ladi. Ruhiy jihatdan kuchli zarba uni jinoyat yo'liga boshlaydigan holat. Miyazaki ham bundan mustasno emasdi. Uning hayotida ham aynan shunday voqea yuz berdi. Tsutomu 25 yoshga to'lganida u uchun eng yaqin inson bobosi vafot etdi. Bu odam Tsutomuga yagona mehr ko'rsatgan, unga e'tibor bergan inson edi.
Bobosining jasadi yapon an'analariga ko'ra kuydirildi, ammo Tsutomu marosimdan so'ng bobosining kulining bir qismini og'ziga soldi va uni yutdi. Keyinchalik u bu ishni bobomning ruhini o'zimda saqlab qolish uchun qildim deb izohladi. Oradan ko'p o'tmay 1988-yil 22-avgust kuni, ya'ni Tsutomuning tug'ilgan kunidan atiga bir kun o'tib, 4 yoshli qizaloq Marikona g'oyib bo'ldi. U dugonasining uyida o'ynab o'tirgan bo'lgan, ammo kechga borib uyiga qaytmagan. Qizning otasi uni izlab chiqqan, lekin Mariko dugonasining uyidan chiqib uyga ketayotgan paytda bedarak yo'qolganini bilishgach, darhol politsiyaga murojaat qilishgan. Yaponiyada bolalar juda mustaqil bo'lishadi, hattoki boshlang'ich sinf o'quvchilari ham metroda yoki avtobusda bir o'zlari yurishadi. Bu mamlakatda bolalarga qarshi jinoyatlar darajasi juda past. Shu sababli ota-onalar 4 yoshli qizini yaqin atrofda yashaydigan dugonasining uyiga yuborishdan cho'chishmagan. Ular ilgari ham ko'p marta shunday qilgan va hech qanday muammo bo'lmagan. Faqat bu safar qizaloq yo'lida Tsutomu Miyazakiga duch keldi. U o'sha kuni o'ziga o'zi tug'ilgan kuniga nimadir sovg'a qilmoqchi bo'ldi. U kichkina Marikoni to'xtatib, "Sen juda chiroyli qiz ekansan. Men seni bir necha marta suratga tushirib qo'ysam maylimi?" deb so'raydi. Qizaloq unga ishongan va erkakning mashinasiga o'tirgan. Miyazaki uni Tokioning g'arbiy qismidagi o'rmonzorga olib borgan. Mashinani ko'prik ostida to'xtatib, u yerda qiz bilan taxminan yarim soat suhbatlashgan, keyin esa uni bo'g'ib o'ldirgan. Qizni o'ldirgach Tsutomu uning jasadiga nisbatan g'ayritabiiy jirkanch harakatlar qilgan. So'ng jasadni yaqin tepalikdagi o'rmon ichiga tashlab ketgan. U bir necha marta u yerga qaytib jasadning chirishini kuzatgan. Bir muddat o'tgach, esdalik uchun deb qizning qo'li va oyog'ini tanasidan ajratib, o'z uyiga olib ketgan va shkafga yashirib qo'ygan. Bir yildan keyin politsiya uning uyidan Marikonaning ba'zi bir tana qismlarini topdi. Tasavvur qiling, 1 yilgacha u o'sha uyda ovqatlangan, uxlagan va Marikonaning qo'l va oyoqlari o'sha uyda turgan. Keyinchalik u qo'lga tushishdan qo'rqib, uyning atrofidagi pechda bu jasad qismlarini yoqib yuborgan. Bizning Telegram kanalimiz 3000 ta bo'lishiga atiga 100 ta obunachi yetmayapti. Agarda 3000 ta bo'ladigan bo'lsak, u yerda ham har xil jinoyatlarning real kadrlari va hikoyalarini joylab boraman. O'shaning uchun Telegramga qilib obuna bo'ling. Telegramga ba'zilar qanday kirishni bilmayapti. Mana bu videoda men hammasini ko'rsataman. Ko'pchilik Telegramga qanday kirishni so'raydi. Eng oson yo'li video kommentariyasida Telegram havolasini qo'shib qo'yganman. Bemalol shu yerdan kirishingiz mumkin. Agar u o'xshamasa, Telegramga kirib, shunchaki qidiruvga Mr. M deb yozing. I harfini 3 ta yozing va sizni Telegram kanalimga olib o'tadi. So'ngra kul, bir nechta tish, qizning yo'qolgan kuni kiygan kiyimining suratlarini va ustiga atiga 5 ta so'z yozilgan xat joylab, bularning hammasini qutiga solgan. Mari suyaklar kuydiring, tekshiring, isbotlang. Bu maktubda yozilgan so'zlar. Shundan so'ng u qutini qizning ota-onasiga jo'natgan. Marikonani butun mamlakat bo'ylab izlashdi. Bu haqda televideniya va gazetalar xabar berardi. Miyazaki esa shu orqali oilaning manzilini oson topgandi. U hatto qizning onasiga bir necha bor qo'ng'iroq qilgan, ammo hech narsa demagan, faqat nafas olgan. Bu orqali u ota-onaning ruhiy azobidan zavq olgan. Qizning otasi qutini ochgach, bunga uncha ishonmadi. U bu mening qizimning qoldiqlari emas deb umid qildi. Matbuotga murojaat qilib, iltimos, kim uni olib ketgan bo'lsa qaytarib bering deb ham aytdi. Politsiya qutidagi suyaklarni tekshirib, ularning ichidan ham Marikoning suyaklari ekanini aniqladi. Biroq kuygan tana to'liq yo'q bo'lmagan. Uy pechida juda yuqori harorat hosil qilib bo'lmaydi, shuning uchun jasadning ayrim qismlari, ayniqsa qo'l-oyoqlari to'liq yonmagan. Marikoning otasi matbuotga jasadning qo'llari va oyoqlari yo'q deb aytdi. Bir necha kundan so'ng esa gazeta tahririyatiga Yuko Imada deb imzolangan xat keldi. U quyidagicha boshlanadi. Marikonaning uyiga quti yuborgan odam menman. U bilan nima sodir bo'lgan bo'lsa, hammasini men qildim. Men bu xatni shuning uchun yozyapman, haqiqatni aytish uchun. Birinchidan, qutidagi suyaklar haqiqatdan ham Marining suyaklari. Men televizorda ko'rdim, onasi hali ham qizining qaytishiga umid qilmoqda. Qiziqarli jihati shuki, Miyazaki hibsga olingach, bu xatni o'zi yozganini inkor etdi va Yuko Imada degan ismlarni ilk bor televideniyadan eshitganini aytdi. 1988-yil 3-oktyabrda Miyazaki yo'l bo'yida yurib ketayotgan bir qizni ko'rdi. Bu 7 yoshlarga yaqin maktabdan uyiga qaytayotgan kichkina qizaloq edi. U avtomobilini to'xtatib, qizga uyiga olib borib qo'yishini taklif qildi. Bolalar ishonuvchan bo'ladi, yon atrofida hamma yaxshi odamlarni ko'rib ulg'ayganlar hech kimdan yomonlik kutmaydi va Miyazaki ham bolada hech qanday shubha uyg'otmagan. Shuning uchun qiz rozi bo'lib mashinaga o'tirgan. Miyazaki uni avvalgi Marikonani o'ldirgan joyga xuddi o'sha tartibda olib bordi va mashinani bir xil joyga to'xtatdi.
Voqea ham xuddi o'sha ssenariy bo'yicha davom etdi. Miyadzaki qizni bo'g'ib o'ldirgan, so'ng jasadga nisbatan jinsiy tajovuz qilgan va jasadni birinchi qurbonning qoldiqlari tashlangan joyga tashlab ketgan. U bolaning kiyimlarini olib, sovg'a sifatida saqlab qo'ygan. Tushunganingizdek, ikkinchi qiz yo'qolgach, butun Tokioda ota-onalar bolalarni ko'chaga yolg'iz chiqarishni to'xtatdi. Haqiqiy panika boshlandi. Shunga qaramay, keyingi 8 oy ichida Tsutomu Miyadzaki qo'lidan yana 2 bola halok bo'ldi. U keyinchalik shunday degan ham: "Meni 15 yil davomida qo'lga olishmadi va meni oldimdan bu vaqt davomida bolalar chiqib qolaverardi." 1988-yil 12-dekabrda Miyadzaki yana bir qizni, yo'l bo'ylab ketayotgan 4 yoshli Erika ismli qizni ko'rdi. Bu safar u hech qanday taklif yoki shirin so'z ishlatmay, shunchaki qizni kuch bilan tortib olgan va mashinaga solgan. Miyadzaki Erikani shaharning chetidagi bo'sh bog'ga olib borib, uni zo'rladi va bo'g'ib o'ldirdi. Jasadni choyshab ko'rab, bagajga joylashtirdi. Uning kiyimlarini yo'q qilib, jasadni esa o'rmonzorda qoldirdi. Uni 3 kun o'tib topishdi. Ota-onasiga esa jurnal harflaridan kesilgan so'zlardan iborat ochiq xat yubordi. Erika shamollash, yo'tal, tomoq, tinchlik, o'lim. 1989-yil 6-iyun kuni Miyadzaki tennis korti yonidagi bog'da o'ynab turgan qizaloqni ko'rdi. U fotoapparatni olib suratga ola boshladi. Qizaloqqa saqich berdi, suratga tushishni taklif qildi. Qizaloq rozi bo'ldi. Keyin mashinada ham bir necha surat olaylik dedi. Qizaloq unga ergashdi. U mashinada qizaloqni o'sha joyda bo'g'ib o'ldirdi. Keyin jasadni uyiga olib ketib, video va suratlar oldi. 2 kun davomida u dahshatli ishlar qildi. Jasadni bo'lakladi. Tanasini qabristonga olib borib tashladi. Boshini esa u yaqinidagi o'rmonda qoldirdi. U hatto bolaning qonini ichdi. So'ng qo'l bo'laklaridan bir qismini yedi ham. U o'zini fosh qilishlaridan qo'rqib 2 haftadan keyin o'sha bo'laklarni qayta uyiga olib kelib, shkafga yashirdi. Shu orada u o'ldirilgan bolalarning ota-onalariga xatlar yuborishda davom etardi. Xatlarda u jinoyat tafsilotlarini mayda-chudasigacha yozardi. Jasadlarning qanday o'zgarganini, chirish jarayonini tasvirlab berardi. Avvaliga tanasi qotib qoldi. Qo'llarini ko'ksiga qo'ymoqchi edi, lekin ular siljimadi. Keyin tanasi qizil dog'lar bilan qoplandi. Yirik qon rangli dog'lar. Keyin teri cho'zilib, tanasi shishib ketdi. Badan hid tarata boshladi. Bunday hidni bu dunyoda boshqa hech narsadan his qilmaganman. 1989-yil 23-iyun kuni u yana 2 opa-singilni ko'rdi. Ular uylarining yonidagi o'yingohda o'ynashardi. Miyadzaki kichigini yo'ldan urib, mashinaga o'tqizdi. Yana rasmga olay deb aldadi, ammo uning opasi atiga 6 yosh bo'lishiga qaramay o'zini yo'qotmadi. Uyga yugurib borib otasiga bo'lgan voqeani aytdi. Ota yugurib chiqib qizini saqlab qoldi. O'sha 6 yoshli opaning harakati tufayli qizaloq tirik qoldi. Shu tariqa yillar davomida yashirib kelgan. Butun Yaponiyani dahshatga solgan Miyadzaki nihoyat to'xtatildi. Tasavvur qiling, butun yapon tergovchilari politsiya hal qila olmagan ishni 6 yoshli qiz hal qilib qo'ydi. Albatta, jinoyatchi erkakni chiqishni ko'rgan zahoti qochgan, ammo ota tezda politsiyaga qo'ng'iroq qilib bo'lgan voqeani aytganida va uning mashinasi hali ham shu yerdaligini politsiyaga tushuntirganidan keyin politsiya bu yerga keldi va mashinasini olib ketish uchun kelgan Miyadzakini qo'lga oldi. Hibsdan so'ng uning uyi va mashinasida tintuv o'tkazildi. Tabiiyki, politsiya u yerdan juda ko'p narsa topdi. Uy kichkina edi, atigi 2 xonali, ammo xonalar devorgacha video kasetalar bilan to'lib ketgan. Politsiya 5763 ta kasetani topdi. Ularda anime, pornografiya va dahshatli filmlar yozilgan edi. Ammo eng dahshatlisi, ular orasida Miyadzakining jabrdiydalarini aks ettirgan foto va video yozuvlar bor edi. Shkaf ichidan esa birinchi qurbon Mariko Nozakining mumyolangan tana qismlari, so'nggi qurbon Ayaka Nomotoning bosh suyagi va boshqa suyak qoldiqlari topildi. Shuningdek, boshqa jabrdiydalarning kiyimlari ham aniqlandi. Umuman olganda, Tsutomu Miyadzaki 4 bolani o'ldirgan edi. Qo'lga olingan paytda sud jarayonlarigacha u o'zini nihoyatda sokin, hatto befarq tutdi. Uning suratlari matbuotda paydo bo'lgach, butun Yaponiyada shov-shuv ko'tarildi, chunki u anime muxlisi edi. Shu sababli matbuot uni otaku qotil deb atay boshladi. Natijada mamlakat otakularga anime va dahshat janridagi filmlarga nisbatan munosabat yillar davomida salbiy bo'lib qoldi. Ko'plar shunday fikrda ediki, aynan shunday qiziqishlar Miyadzakini maniak qilib qo'ygan. Televizion dasturlar chiqdi. Turli mutaxassislar yoshlar fantastika dunyosidan chiqa olmayapti deb da'vo qilishdi. Butun avlod xavf ostida deyishardi. Miyadzakining oilasi ham jiddiy tanqidga uchradi. Otasi hatto o'g'lining advokatiga pul to'lashdan bosh tortdi. 1994-yilda esa jamiyat bosimiga dosh bera olmay o'z joniga qasd qildi.
Sud jarayoni 1992-yil 13-martda boshlandi. Tergovda u qandaydir sichqon odam unga bu ishlarni buyurganini aytdi. Tergov paytida u o'z suratini sichqonga o'xshatib chizgan ham. Jarayon 7 yil davom etdi, chunki sud Miyazakining ruhiy holatini aniq belgilashi kerak edi. Yaponiyada ruhiy kasallikka chalingan odam jazodan ozod qilinadi yoki unga yengillashtirilgan hukm beriladi. 3 mustaqil psixiatrik guruh uni tekshirdi. Biri shizofreniya dedi, ikkinchisi ko'p shaxsiyatli buzilish, uchinchisi esa oldingi xulosalarni qisman tasdiqladi. Ammo barchasi bir fikrda birlashdi. Miyazaki yaxshi va yomonni ajrata olgan, o'z harakatlarining qonunga xilofligini tushungan va javobgarlikni his etgan. Uning sichqon odam haqidagi gaplari haqida so'ralganda u "Men faqat tomoshabin edim, u esa jinoyatlarni sodir etardi" degan. Biroq mutaxassislar bu so'zni inkor etishdi. Natijada sud uni aqli joyida deb topdi. 1997-yil 17-aprel kuni hukm o'qildi. O'lim jazosi. Miyazaki keyinchalik 2 marta shikoyat berdi, ammo 2001-yil 28-iyunda Oliy sud ham hukmni o'zgartirmadi. Adliya vaziri Kunio Hotoyama hukmni tasdiqlovchi farmonni imzoladi. Tsutomu Miyazaki 2008-yil 17-iyun kuni osib o'ldirildi. Bu video ancha og'ir bo'ldi. Siz uchun ham, men uchun ham. Bu shunchaki adrenalin va ogohlik uchun qilinayotgan videolar. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariy yozing. Seni yaxshi ko'raman, o'zingizni yaxshi tuting, yozish xayr. Yo, listen up to my rhyme. About a man who's one of a kind. He's got swag and he's got style. Ladies love him with a smile. Mr. M, he's got that flow.